Assalomu alaykum. Hurmatli Doktor Family klinikasi ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilari. Mana bugun bizda navbatdagi bemorimiz Said Akramov Abdullohxon aka 70-yilda tug'ilganlar. Bugun mana kecha 3-4 kun oldin bo'limimizga yotqizdik. SVF terapiya muolajasi o'tkazish uchun. Analizdan tahlillarni qildik. 1-2 og'riq qoldiruvchi ish qaytarish muolaja o'tkazilgandan keyin mana bugun amaliyotga tayyorladik. Agar amaliyotimiz hammasi yaxshi ketsa, inshaalloh dushanba kuni javoblarni berib yuboramiz. Ha. Sizda yaxshi tuzuk. Mana shu ustida pushtini ko'ribsizmi? Mana yo'q, mana shu yo'q ham mana shu pushtini ichidan o'sha oqni ajratib olamizda. O'sha o'zi xo'jaylar bo'ladi. Yani ukolni qildik. Xudo xolasa mana bu harakatlari alhamdulillah bularga unchalik cheklanmagan. Okey. Qo'lni bering. Qani. Bismillah. Ulug'misiz? Bu tomondan shu. Yaxshi.